Assalomu alaykum kanalim obunachilari va kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun juda ham oson va hammaning uyda topiladigan mahsulotlardan tezda tayyor bo'ladigan yegulik tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Birinchi bo'lib 200 ml da issiqqina suv, ozgina tuz va 2 osh qoshiqda yog' solib yaxshilab aralashtirib olamiz. 350-400 gram atrofida un solamiz. Unimni firmasi Mo'tabar unidan ishlataman. O'zbekistonda hamma joydan topsanglar bo'ladi. Yoki Makfa firmasini unidan ishlatsanglar ham juda ham pishirig'inglar zo'r chiqadi. Birinchi o'rinda Mo'tabar unini maqtayman, ya'ni o'zim ko'p ishlatganim O'zbekistonda. Mana shu undan hamma pishiriqlarim zo'r chiqadi. Makfa firmasini uni ham bundan qolishmaydi. U ham juda ham zo'r chiqazadi. Biskvitlarni, tortlarni, piroglarni juda ham yumshoqqina qilib chiqazib beradi. Yaxshi un ikkala firmani uni ham. Endi farsh, 2 dona piyoz, kinza solamiz, tuz, aralashma va rastительный maslo, ya'ni o'simlik yog'i qo'shib yaxshilab qo'limiz bilan ezib olamiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa, albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Savolinglarga har biringlarning savolinglarga javob berishga harakat qilaman. Endi farsh, piyoz, ziravorlar, tuz, yog' solingan aralashmamizni chetga olamiz. Yaxshilab ezib oldim qo'lim bilan. Xamirimizni yoyib olamiz. Chuchvara mantilarni xamiriga yoyganda yoyamiz. Qovurma chuchvaraga o'xshatib tayyorlanadi. Tayyorlanishi ozgina tugilishida farq qiladi. Qovurma chuchvara qilib tugib yuborsanglar ham bo'ladi. Yoki xuddi menikidek qilib pishirsanglar ham bo'laveradi. Ko'rinishini o'zingizlar xohishingizga qarab o'zgartirishinglar mumkin. Endi esa xuddi shunaqa chuchvarani xamirdek qilib kesib chiqamiz. O'zingizlarda nima yangiliklar? Juda ham O'zbekistonda havolar sovib ketdi. Endigina bahor keldi deb bodomlar gullab yotgan edi. Shu 3-4 kun oldin ham birdaniga qor yog'ib, juda ham sovuq bo'lib ketdi havolar. Bugun rosa quyosh charaqlab chiqdi. Pashti yarmi qorlar erib ketdi-da. Yana ertaga ham quyosh chiqib bersa qor qolmas ekan deb o'tiribmiz biz. O'zingizlarda nima gaplar, kim qayerdan turib tomosha qilyapti? Albatta izohda yozib qoldiringlar. Hammanglarning izohinglarni o'qiyman va savolinglarga javob berishga harakat qilaman. O'tgan galgi videoyimda kim qayerdan turib kuzatyapti degan savolimga juda ham ko'pchilik izohlarda Xorazmdan juda ham ko'p kuzatuvchilarim Xorazmdan, Buxorodan, Andijondan, o'zimizni shu vodiydan ham ko'pchilik kuzatar ekan, ayniqsa Qirg'izistonning O'sh shahridan juda ham ko'p kuzatuvchilarim bor. Hammanglarning boringlarga shukr, doimo sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Albatta bir donadan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men esa doim sizlar bilan osongina yeguliklar tayyorlab ko'rsatishda davom etaman. Xuddi qovurma chuchvaraday qovurib oldim, o'rta olovda qizartirib pishirib oldim. Ichlari ham juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqqan, yaxshi pishgan. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar.